Meni ham onajonim yoshligimda mehr bilan qilib beradigan oddiy uy oshlarini sog'inib, bugun bir osh qiyim keldi. Birinchi bo'lib dumbani to'g'rab eritayotganimizda ozgina nomakop suv sovarsak, yog'i tez ajrab, jizzasi juda mazali bo'lib chiqadi. Och qoringa issiqqina jizza piyozlar bilan zo'r ketadi. Keyin 2 cho'mich yog' solib, go'sht, ketidan piyozlarni qovurib, larang bo'lgandan keyin to'g'ralgan sabzini yarmini solamiz. Ozgina qovurib, suv, tuzlarni solib qaynatib qo'yamiz. Yarim soat qaynagandan keyin qolgan sabzini, sira, murch, qora qand, o'tilgan no'xat, yana ham xushbo'y bo'lishi uchun ikkilardan solib, yana yarim soat qaynatamiz. Guruch solishdan oldin mayiz, dumbani ham solamiz. Oshimga solinadigan guruchni men Hasanboy betonkadagi Xorazm guruch markazini xon lazerdan foydalandim. Guruchni terishga ham hojat yo'q. Juda ham toza. Arzon guruch aralashtirmagan ekan. Damlayotganda ishib suvni juda yaxshi tortdi. Suvni qo'rqmasdan guruchni 1 santimetr ko'mguncha solamiz. Suvni yaxshilab tortgandan keyin 20-25 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Guruchni uvitib, par yedirmasak ham, guruch yaxshi sifatli bo'lgani uchun dona-dona bo'lib sochilib chiqdi. Ramazon oyida yaqinlaringlarni shunaqa oshlar qilib bir xursand qilinglar. Juda mazali.